Bu qishloqni kim vayron qilganini bilasizmi? Eng yomoni bunga sababchi odam menman va qishloqqa kelishimdan avval qani ko'ramiz. Voy, 2 kundan beri yo'ldaman, adashmagan bo'lishsin-da. Va nihoyat qishloq. Xo'sh, nima deb qo'yibdi? 2026-qishloq. Va nihoyat top keldik. Endi va nihoyat o'zimni biznesimni boshlab yuborsam bo'ladi. Bu yerlarda tezda boyib ketaman-ku, juda ham ajoyib. Bu joy o'ylaganimdan ham chiroyli ekan, odamlari ham tinch, atrofda esa bo'sh joylar juda ko'p. Menimcha bu yerda kichkina market ochsam yaxshi ish bo'lardi. Avval qishloq boshlig'ini topib market uchun yaxshi joy sotib olishim kerak. Keyin esa pul topib maza qilib yuraveraman. Menimcha shu yerda ko'rgandim. O mana katta uy. Boshqa uylardan ko'ra chiroyliroq. Demak, bu merning uyi bo'lsa kerak. Qani kirib yer so'rab ko'raylik-chi, top bersa kerak. Assalomu alaykum. Sizlarni qishloq oilaga yaxshi niyatda kelganman market ochgani. Shunga yer kerak edi, top berasizmi? Yaxshi, unda puling bormi? Pulim bo'lganda mashta bo'lamidim. Yo'qda kanishdan keyingi oy qilib beraman. Agar yer berib tursangiz, marketim o'xshab ketsa, boyib ketsam sizga bitta mashina olib beraman. Yo'q, bo'ldi. Senga bo'pti, hozirda kakras yer bor, shuni hozir berib yuboraman, hozir ko'rsataman, ha? Rostdan mashina mengami? Rahmat lekin. To'xta, shoshma. Menga arava BMW M5 Galactic Super motor 4 HD Supli Water Drop Box Ultra Diamond degan mashina yoqadi. Eslab qol. Mayli, esimdan chiqib qolmaydi deb umid qilaman. Addi shu yuraysiz, lekin yer menga vobshe yoqdi. Xo'sh, yerni ham oldik. Endi bizga market uchun nimalar kerak? Eski mebellarim eski ishlarda qolib ketibdi-yu. Mayli, bu yerni ham bitirib olsam olib kelarman. Lekin mer bu yerni teppa-tekinga berib o'rgani juda ham ajoyib bo'ldi-yu. Xo'p, obunachilar, bizga birinchi job taxta kerak bo'ladi. Taxtani bo'lsa daraxtni olamiz. Qani, birinchi daraxt? Ikkinchi daraxt? Mayli, uchinchi daraxt. To'rtinchi daraxt. 5-daraxt. Va 6-daraxt ham. 7-daraxt. 8-raqamli daraxt. 9-si menimcha oxirgisi. Bo'ldi do'stlar, easy. Daraxt chopishda ham boplab tashladik o'zi ham. Stop. Men o'zimga kerak bo'lgan taxtalarni biron daraxtdan oldim. Ruxsat so'ramasdan hamma daraxtni chopib tashladim. Buni to'g'rilab o'rmasak bo'lmaydi. Qani, davay ko'chatlar ekib qo'yamiz. To'g'rimi? Mayli, daraxtlarni bu yerga ekib qo'ya olamiz. Qani, unda birinchisi bu yerga, ikkinchisi bu yerga, uchinchisi va to'rtinchisini ham. Endi bular o'sib chiqsa, yana men kelib kesib ketaman. Xo'sh, obunachilar, bizda hamma resurslar bor. Endi marketimizni qurib yuborsak ham bo'ladi. Shu Minecraftga kirib doim nimadir quraman deganimda yomg'ira boshlaydi. Wow, uyimiz prosta bomba chiqyapti hozirchalik. Endi faqatgina tom qurib qo'ysak bo'ldi. Bizda ozgina taxta oshib qoldi. Qoyilmaqom, haqiqiy san'at asari. Bunaqasini kinolarda ham ko'rmaganman. Ajoyib market bo'ldi. Xo'sh, marketimizga kerak bo'ladigan yagona narsa. Mana marketimizning ikki tomonini ham yopib oldim. Hozircha chiroyli ko'rinmayapti, lekin xavotir yo'q. Men ham boshida chiroyli ko'rinmaganman. Endi ichkarisini qurib olsak, qishloqlar nihoyatda ko'yin kelib, pulni shu yerda qoldiradi. Naqadar ajoyib reja, men dahoman. Endi eski qishlog'imga borib, mebellarimni olib kelishim kerak. A few moments later. Mana va nihoyat mebellarni olib qo'shni qishloqdan keldik. Endi bularni marketga borib olib, joy-joyga qo'yib, marketni yurg'izishimiz kerak. Mebellarni kafega olib keldim. Endi bularni ichkariga joylashtirib, hammasini chiroyli qilib chiqishim kerak. Birinchi bo'lib stol-stullarni joyiga qo'yib, kafega sal ko'rinish berib olaylik. Hozircha ish ko'p, lekin hammasini tugatsam, bu joy ancha zo'r ko'rinadi. So'ngra ishlarni tugat bo'lib, mijozlarni kutib olsak bo'ladi. Ikkala stolni chapga joylab yuboramiz. Buni bo'lsa o'rtasiga qo'yamiz. Kofe stoli tashqarida bo'ladi. Soyabonlarni tepaga qo'yib qo'yamiz. Nonlarni stol ustiga, yeguliklarni stol ustiga qo'yamiz. Va nihoyat kafe bitdi. Bu barcha qishloqdagi eng zo'ri bo'ldi. Xo'sh, kafemizda hammasi tayyor, lekin men tomini mana bu qishloqlardan ilhomlanib, shunaqa dizaynda qilmoqchiman, lekin taxtadan emas, toshdan. Sehrlangan ajoyib kirkamizni olamiz. Xo'sh, qidirib ana shu yerda topdim. Uyimizga ham yaqin va tosh olish ham ancha qulay ekan. Bir daqiqa. Bu nima o'zi?
Bunkerga o'xshaydi-ku. Qiziq. Bu qishloqda bunaqa joy borligini nega hech kim aytmagan? Ichkarida nima borligini bilmayman, lekin endi topganimdan keyin shunchaki tashlab keta olmayman. Xo'sh, asta-sekin narvondan tushib ko'ramiz. Va temir, va mana bu yoqda yana fonar, yana pastda joy bor ekan, xo'sh unga ham tushib ko'ramiz. Voy, bu TNTlarmi? Bu yer ostida nima qilyapti? Mana bu nima bo'ldi? Nima bu ishlamaydimi? 30 soniya ichida qishloqning barcha joylaridagi tentelar portlaydi. Nima? Bu yana nimasi bo'ldi? Qani tezroq qochishim kerak bu yerdan. Atigi 30 soniya ichida bu qishloqdan chiqib ketishim kerak. Qolganlarni ogohlantirishga vaqt ulgurmayman. Hammasi tugadi.